Samarqand shahri Gelon hududidan kvartira so'raganlar uchun sizlar uchun 3 xonali kvartira полноценный topib qo'ydik. 101 kvadratni 110 ming deyaptilar. Sizlar uchun arzon qilib savdo qilib beramiz. Kvartiramiz 7 qavatli Novostroyxaning 6-qavatida joylashgan bo'lib, lift kadastrlari mavjud, plus skvoznoy planировкаga ega bo'lgan kvartiramiz. Mana bu yerda tashqari eshikdan kirishda kattagina hol qismi ko'rishingiz mumkin. Yaxshi mebellar, jurnalist stollar qo'yilgan va svetlarimiz to'liqlicha aeromontaj qilingan va kattagina garderob. Bu yerda ancha-muncha narsangiz sig'adi. Va chap qo'lda birinchi xonamiz ko'rishingiz mumkin. Mehmonxona juda ham katta. Bu yerda parovochi ishlab turibdi. Yaxshigina aboy qilingan, gilamlar tushirilgan, kardichalar qilingan, yaxshigina akva bo'lyapti va chiroyligina tashqari tomonga qarayapti. Va bu yerda uyimizning oshxona qismi marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan panoramalik chiroyli oynalar plus balkon qismi mavjud. Bu yerda o'tiradigan bemalol oilaviy zavtrak o'shanavida turli qilsangiz bo'ladi. Hamma bir texnikalari mavjud va mana bu yerda xolodilnik uchun joy qoldirib ketilgan. Va mana bu yerda uyimizning savdo qismi marhamat ko'rishingiz mumkin. Razdelni bo'lyapti. Bu yerda unitaz zona va bu yerda dushovoy zonasi, hamma sharoiti bor. Keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonamiz esa marhamat ko'rishingiz mumkin. Kattalar yotoqxonasi. Juda ham katta. Bu yer ham yaxshigina aboy bo'lyapti. Bu yerda ham derazadan tashqari tomonga qarayapti. Juda ham chiroyli vid va parovochi ishlab turibdi. Hamma sharoiti bor. Bitta vidni ko'rsatib o'tamiz, operator. Juda ham chiroyli atmosfera sizniki bo'lishi mumkin. Marhamat, keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonamiz esa bolalar yotoqxonasi. Eslatib o'tamiz, bu uyimiz skvoznoy planirovkaga ega bo'lgan kvartira. Bu yerda esa bolalar yotoqxonasi ko'rishingiz mumkin. Bu yer ham chiroyligina aboycha bo'lyapti. Bu yerdan parovochi ishlab turibdi va tashqariga qaragan vidimiz va derazamiz mavjud. Bu yerda siz bolangiz uchun moslab mebel qo'yishingiz mumkin. Bu uyimiz kimga qiziq bo'lsa, agar pastda raqam qoldiramiz, so'rashning aloqaga chiqinglar, sizlar uchun arzon qilib savdo qilib beramiz. Salomat bo'lasizlar.